Assalamu alaikum hürmetli televizyon köyücüler. Dunya Uyghur Qurultiyi doğru televiziyesi kündilik xewerler programımızga hoş geldiniz. Ben Hidayet Musacan. Bugün 7. ayının 8. günü Peyşembe. Hemen şu vaqtda xeyirlik bolsun. Aziz görünmeler, tövende diqqatinglar bugünkü xewerler programımızın tafsilotida bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyi 7 iyul günü bayanat e'lon qilib, Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarning vatandagi oila a'zolarini ko'ragi elib bilish orqali ularning ovozini bo'g'ishga urinayotganligidek razil qilmishiga qattiq norozilik bildirdi. Xitoy hukumatining o'tgan bir qancha oydan buyon muhojiratdagi Uyg'urlarga qaratgan besim va tahditlarining kun sayin kuchayib berayotganligi ta'kidlangan bayonotda Qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandimning tövandagi so'zlariga o'rin berilgan. Uyg'ur oilalarini bir-biridan ayirish bo'lsa Xitoy Kompartiyasining o'tgan bir qancha yildan buyon izchil holda qo'llanib kelgan bir vositasi bo'lib, Xitoyning bu xil qilmishi Uyg'urlar chekayotgan azobni yanada og'irlashtirdi. Xitoy hukumati muhojiratdagi Uyg'urlarning vatan ichidagi ota-onasini, qarindoshlarini va farzandlarini tutqun qilib olib, ularni chet ellardagi tuqqanlarga Xitoyga qarshi harakat qilmaslik haqida majburiy so'zlatish orqali muhojiratdagi qarindoshlarimizning ovozini bo'g'ishga urinib kelmoqda. Qurultayning bayonotida yana yaqinqi bir qancha oydan buyon Rossiya va O'rta Osiyo davlatlarida Xinjiang muhojirlar aloqa va do'stlik jamiyati degan nomda faoliyat ko'rsatayotgan Xitoy organlarining O'rta Osiyoda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlari bilan telefonda ko'rishtirish orqali ularni vatanga qaytib ketishga qistayotganligi va Xitoyning talabini rad qilgan o'quvchilarning vatandagi urug' tuqqanlarining tutqun qilinganligi haqida O'rta Osiyoda o'qiyotgan ba'zi Uyg'ur o'quvchilardan bevosita uchur topshirib olganligi bayon qilinish bilan birga oilalarning normal yashash huquqining xalqaro tarafidan e'tirof qilingan va qo'g'dilayotgan huquq ekanligini, har qanday bir davlatning fuqarolarning shaxsiy turmushiga tajovuz qilish va bu xil qilmishlarni rad qiluvchi insonlardan o'ch elish huquqining yo'qligi alohida ta'kidlandi. Qurultayning bayonotida yana Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan chet ellardagi Uyg'urlarni eng asosli o'ch elish nishoni qilib kelganligi, ularning vatandagi oila a'zolarini axborot e'lon qilish yig'inlarida va Xitoy matbuotlarida majburiy so'zlatish, shundaqla ba'zi oila a'zolarini tutqun qilish qatorliq vositalarni qo'llanib, chet ellardagi ba'zi guvohchilarni ilgirki bergan guvohliklardan yenib olishga, xatoligini qabul qilib, oshkora bayonot e'lon qilishga qistab kelganligini, bo'libmi bu xil hodisalarning Londonda Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sudi ichilayotgan mezgillarda yuqori pallaga chiqqanligi va u jarayonda Dolqun Aysa apandimning vatandagi inisining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligining oshkorlanganligi xotirlatib o'tildi. Qurultayning bayonotining oxirida Xitoy hokimiyatining yuqoridagi razil qilmishlari qattiq ayblanish bilan birga har qaysi ellarning hukumatlaridan shu ellarda yashayotgan Uyg'urlarni Xitoyning tahdid va parokanda qilishidan qo'g'dab qilish talab qilindi. 6 iyul günü Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikadagi bir qism Uyg'ur lager shohidlari, lager tutqunlarining oila a'zolari va Uyg'ur faoliyatchilari bilan ko'rishgan. Ammo bu qitimqi ko'rishga qatnashgan shaxslarning ism familiyasi oshkorlanmagan edi. Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandimning istansimizga oshkorlashicha, bu qitim Antony Blinken bilan to'r orqali o'tkazilgan ko'rishga o'zimi taklif bilan qatnashgan bo'lib, Umar Qanat apandi bu vaqtda qilgan so'zida yig'in haqidagi tafsilotlarni Amerika Tashqi ishlar ministrligining ko'rsatmasi bo'yicha oshkorlashga bo'lmaydiganligini, biroq bu yig'inning Sharq Turkistonning ichi va sirtidagi Uyg'urlar yo'liqayotgan masalalarni doklad qiladigan intayin ijobiy yig'in bo'lganligini bildirdi. 7 iyul günü Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu qitim bir qism Uyg'urlar bilan ilib borgan uchrashiga qattiq norozilik bildirib, Amerikaning Xinjiangni qalaymqon qilish orqali Jongoning taraqqiyotini to'sishda qora niyati hargizmi amalga oshmaydi deb bildirdi va yana koni muqomini to'lab, Xinjiang masalasi hargizmi milliy, diniy va kishilik huquq masalasi emas, aksincha terrorizmga, oshqo'llikqa va bo'lgunchilikka qarshi turish masalasidan iborat deb chalvoqidi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken uchrashishdan bir kun keyin, ya'ni 7 iyul kuni Twitter va Facebook qatorliq ijtimoiy taratqulardagi hisobi orqali bu uchrashish haqida qisqa bayonot bergan. U mundaq degan: "Men Xinjiangdagi jazo lageridan hayot qolganlar va faoliyatchilar bilan ko'rishganligimdan sharaf his qildim. Amerika Xitoy hukumatining Xinjiangda yurgizayotgan vahshiyligining ziyonkashligiga uchragan shaxslar bilan bir safda turadi. Biz ular va ularning oila tavobatlari uchun adolat izlashni davomlashtiramiz." Amerika Tashqi ishlar ministrligi 6 iyul kuni rasmiy yozma bayonot e'lon qilib, mazkur uchrashishning mazmuni va maqsadi haqida qisqacha ma'lumot bergan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price tarafidan Tashqi ishlar ministrligi tor betida e'lon qilingan rasmiy yozma bayonotda mundaq deyilgan: Bugun Tashqi ishlar ministri Blinken Xinjiangdagi lagerlardan qutulib chiqqan lager shohidlari,
Advokatlar və lager tutqunlarının aile tavabatları qatarlıq 7 kişi bilan görüşüb, Amerikanın öz ittifaqdaşları və şerikləri bilan həmkarlaşıb, Uyğurlar və başqa az sonliq millatlarga qartılıb atqan irqiy qirg'inchilik və insoniyatga qarshi jinoyatni oyoqlashtirish yo'lidagi irodasini namoyon qildi. U shundaqla ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning Xitoyga qaytarilishining oldini olish, Xitoy hukumatini qilmishlari uchun javobgarlikka tortish, ziyonkashlikka uchirg'uvchilar va ularning oila tavobatlariga adolat talab qilish tashabbuslarini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yig'in Amerika Tashqi ishlar ministrligining o'zi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, qatnashuvchilarmi ministrlik tarafidan bekitilgan. Qatnashuvchilarga oxirgi minutlarda xabar berilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat masalasida Uyg'urlar bilan bevosita ko'rishib fikr almashtirishi kuchli diqqat qo'zg'adi. Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan mutaxassis va kuzatuvchilar mazkur uchrashuvning Xitoyga berilgan nihoyatda kuchli signal ekanligini bildirdi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Meningcha bu intayin muhim bir uchrashish. Bilganingizdek, u Amerika hukumatidagi tashqi ishlar vazifasini o'taydigan eng qudratli amaldorlarning biri. Uning lager shoidlari va faoliyatchilar bilan ko'rishib, ularning dardini anglashi, ularning fikrlarini elishi intayin muhim bir ish. Bu faqat Amerika hukumatining ularga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishning yaxshi usuli bo'lib qolmay, balki Xitoy hukumatiga Amerikaning bu masaladagi pozitsiyasining o'zgarmaydiganligi haqida berilgan nihoyatda kuchli ogohlantirishdir. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenning Uyg'urlar bilan o'tkazgan bevosita uchrashishi boshqa davlat siyosatchilarining yaxshi bahosiga erishdi. Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim Twitter'dagi uchurda bu uchrashni qarshi ilib bundoq deb yozgan. Hukumat qatlamida Xinjiang masalasi haqida aniq strategiyalik tafakkurni va jazolarni ko'rish intayin mamnun qilarlik bir ish. Demak, o'z manfaatimizni qo'g'dash bilan birga qimmat qarashimiz va qonunlarimizni saqlab qolish tamoman mumkin. Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasini kuzatib kelayotgan kuzatchilardan Qurultiyi tadqiqot o'rnining mas'uli doktor Adris Kormu bu vaqtda ifoda bildirib, bu uchrashish kishini ilhomlantirdi dedi. U Erkin Osiyo radiosiga ilxat orqali qaytargan inkosida mundaq dedi. Tashqi ishlar ministri Blinkenning Uyg'ur lager shoidlari qatorliqlar bilan ko'rishganligi kishiga ilhom beradigan bir ahvol. Bu uning irqiy qirg'inchilik masalasiga borgan sari astoydil muomala qilayotganligidan derak beradi. Biz uning keyingi qitimliq uchrashlarini va Uyg'urlarning azob oqibatlarini keng ommaga tonishtirishini va bu orqali Uyg'urlarning erkinlikka chiqishi uchun yanada ko'p tirishchanlik ko'rsatish irodasini namoyon qilishini umid qilamiz. Darvaqa Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Amerikaning Turkiyada turishliq elchixonasi qatorliqlar 6 va 7 iyul kunlari Twitter'dagi rasmiy hisoblarida Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka silish masalasi haqida qilgan so'zini qayta hambaharlash orqali har qaysi davlatlarni bu masalada Amerika bilan bir safda turishga chaqirdi. Twitter'dagi uchurda mundaq deyilgan: Biz dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlarimizni biz bilan birlikda Xitoyning Xinjiangda davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini ayblashga va biz bilan birlikda tadbir qo'llanib, majburiy emgak mahsulotlarining mol ta'minlash liniyasiga kirishini cheklashga chaqiramiz. Sofiya Richardson xonim bu vaqtda qilgan so'zida Amerika hukumatining bu chaqiriqlarini qo'llash bilan birga yana Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmda qo'li Xitoy amaldorlarini tepib chiqish va ularni jazolashning Xitoy hukumatini qilayotganlardan qo'lini uzishga majburlashda zo'r roli bo'ladiganligini bildirdi. U mundaq dedi: Mencha Amerika hukumati Amerikadagi Uyg'urlarning lagerlardagi yaqinlarining qo'yib berilishi, jumladan Uyg'ur elida lagerga qamalgan hamma kishining darhol qo'yib berilishini talab qilishi kerak. Shuning bilan birga yana bu insoniyatga qarshi jinoyatda rol o'ynayotgan Xitoy amaldorlarini tekshirib bekitadigan va jazolaydigan bir mexanizm qurib chiqishi kerak. Mencha bu Xitoy hukumatining qilmishlarini takrorlashdan to'saydigan muhim bir harakat. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 6 iyul kunidagi uchrashuv haqidagi e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasini Amerika tashqi siyosatining muhim qismi qiladiganligini ta'kidlagan. Bayonotda mundaq deyilgan: Amerika Xitoyga qaratgan siyosatlarida kishilik huquq masalasini oldingi qatorga qo'ydi va bu vahshiylikka qarshi botirlik bilan so'z qilayotgan lager shoidlarini va ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning oila tavobatlarini har vaqt qo'llaydi. Angliya parlamentining a'zosi Lisa Nandi xonim 7 iyul kuni Angliyadagi eng chong televiziya kanallarining biri bo'lgan Osmon televiziyasining naq maydon ziyoratida Uyg'urlar masalasini alohida tilga oldi. U insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan hamda irqiy qirg'inchilikni davom qildirayotgan Xitoydagi bir davlatdagi olimpik musobaqani hukumatimiz qat'iy boyqut qilishi hamda tanarkatchilarni musobaqaga avatmasligi lozim dedi.
O ziyorat söhbətində növbətdə 1 milyondan artıq Uyğurның lagerlarga qamılıb bolğanlığıdək aşkara paket mavjud boluyotqanda artıq sözünün hacatsiz ekanligini bildirdi. Xəbərdə aytilishicha növbətdə bu xildagi chaqiriqlar Angliya tashqi ishlar vaziri Dominic Raab və madaniyat vaziri Oliver Dowinga ko'plab yo'llanmoqda ekan. Osmon xabarlarining bu vaqtdagi xabarda yondashtirib berilgan madaniyat qirg'inchiligi haqidagi programmasidami mazkur televiziya kanali avatgan muxbirlar guruhining Xotandagi tekshirish natijasi tonishtirilgan. Filmda muxbirlar guruhi Xotan shahridagi qabristonliklarning butunlay ko'chirib etilganligini, uning o'rnini o'ltiroq bino qurilishi va mashina to'xtatish maydoni egallaganligini ko'rgan. Shuningdek Xitoy hukumatining fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligiga butunlay va to'liq hurmat qilinadi degan so'zlarning qip-qizil yolg'onchilik ekanligini naq maydonda isbotlagan. Xabarda aytilishicha, Angliya tashqi ishlar vazirati hozircha Beijing olimpik musobaqasini boykot qilish haqida texi oxirgi qarorni olmagan. Mazkur vazorat 2021 mart oyida Uyghur diyoridagi 4 nafar Xitoy amaldoriga kishilik huquq tafsandijligi uchun javobgar bo'lishi lozim deb embargo e'lon qilgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilaylik degan shior ostida boshlangan norozilik harakatlari hozirmi ham jiddiy davom qilmoqda. O'tgan yilning 5-ida Dunya Uyghur Qurultiyi Tibet, Janubiy Mongol, Hong Kong va boshqa ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari bilan hamkorlashib 2022 yillik Beijing qishliq olimpikiga qarshi birlik sap qurib chiqqan va bu birlik sapning vakillari hozirgacha Xalqaro Olimpik komitetining mas'ullari bilan bir qancha qitim uchirish elib berib, Beijing qishliq olimpik yig'inining o'rnini boshqa davlatga yo'tkashni talab qilgan edi. Növbətdə Qərb demokratik əllərinin hökumətlərdə 2022 yıllık Beijing qışlıq olimpikini diplomatiya cəhətdən boykot qilish haqqındakı müzakirə və talaş-tartışlar ciddi davam qılmaqda. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi və ərzi bilan o'tgan yili 9 oyda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti mustabid Xitoy hokimiyatining shuncha qattiq besimi, hujumi, tahdidi va buzg'unchiligiga qaramasdan 6 oyning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda muvaffaqiyatli holda o'tkazilgan. 4 kun davom qilgan sudda chet ellik mutaxassislar va Sharq Turkistonliklardan bo'lib 40 nafarga yaqin kishi guvohlik bergan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi sudning yepilishini qilgan so'zida, 2-chi navbatlik sudning bu yil 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha yana Londonda chaqiriladiganligini e'lon qilgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyining havolasiga asosan Uyg'ur sud kollegiyasini guvohchi va dalil isbotlar bilan ta'minlash xizmatiga Markaziy Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxiv ombari bevosita mas'ul bo'lgan bo'lib, navbatda bu ombar 9 oyda yana Londonda qayta o'tkaziladigan 2-chi qitimliq Uyg'ur sotiga dalil isbot to'plash xizmatlarini jiddiy ilib bormoqda. Bugun Uyg'ur adliya arxiv ombarining direktori va Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Baxtiyor Umar apandi stansiyamiz orqali Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga xitoban maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Turkiyadagi qarindoshlarimizning Uyg'ur sud kollegiyasini yangi dalil isbotlar bilan ta'minlashni talab qildi. Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar, Uyg'ur adliya arxiv ombaridan hammanglarga o'tliq salom. Uyg'ur adliya arxiv ombari Angliyada ta'sis qilingan Uyg'ur sotiga dalil isbot yig'ish uchun 7-oyning 9 kundan 16 kungacha Turkiyaning Istanbul shahrida bir haftalik dalil isbot to'plash faoliyati olib bormoqchi. Bu faoliyatni biz Dunya Uyg'ur Qurultiyining Turkiyadagi vaqti bilan birga olib bormoqchi. Turkiya Istanbul turayotgan barliq qarindoshlarniki urug' tuqqanlarniki dalil isbotlarini ko'tarib kelib bizga naq maydonda guvohlik berishni, shundaqla maslahat so'raydiganlarniki va buningdan keyin o'zi urug' tuqqanlari va boshqa ishlar uchun guvohlik beradiganlarniki bizdan maslahat so'rashini umid qilamiz. Dunya Uyg'ur Qurultiyiningki tashabbusi bilan Angliyada ochilgan Uyg'ur sotiniki birinchi navbatlik anglash soti nihoyatda muvaffaqiyatli ham yaxshi oyoqlashdi, lekin ikkinchi qatimliq sot texnik jiddiy ilib berilishi mumkin. Buning uchun bu sotniki muvaffaqiyatli oxirlashi uchun bizniki texnik nurg'un kishilarning dalil isbotlariga ehtiyojimiz bor. Shunga Uyg'ur sotiniki muvaffaqiyatli oyoqlashi uchun barliq qarindoshlarimizniki o'zlarining dalil isbotlarini akilib bizga guvohlik berishni ham sotni qo'llashini umid qilamiz. Hammanglarga rahmat. Xitoy lagerdan hayot qolgan Gulbahor Xotivojining guvohligi nomli fransuz tilida nashr qilingan kitob turk tiliga tarjima qilinib, yaqinda nashr qilindi. Mazkur kitobda Xitoyning Qarmayda qurgan lagerda 2 yil qamilib, 2009 yili yozda qo'yib berilgandan keyin Fransiyaga kelib oilasidagilar bilan jam bo'lgan Gulbahor Xotivoji xonimning jazo lageridagi hayoti bayon qilingan.
Rozan Morgan yazgan kitapning ismi fransuz tilidan turk tiliga Xitoy lagerdan qandoq qutuldim deb tarjima qilingan. İstanbuldagi Damla nashriyati tarafidan nashr qilingan bu kitap 238 betdan tarkib topgan bo'lib, Turkiyadagi kitobxonalarda sotilishga boshladi. Mazkur kitobni turk tiliga tarjima qilgan İstanbul Universiteti tarix fanlari professori Mustafa Dash apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida bu kitobni hamma kishining o'qishi, dunyodagi barliq tillarga tarjima qilinishi kerakligini bayon qilib mundoq dedi. Bu kitobni kishilik huquqqa hurmat qiladigan mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli turk, mayli arab bo'lsin va yoki rus bo'lsin, qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyga zulmingni to'xtat deyish uchun o'qishi shart. Chunki bu kitobda Gulbahor xonimning guvohligi anglatilgan. Shunimi deb qo'yay. Gulbahor xonim oson qutulibdi. Hozir nihoyatda ig'ir iskanja va ig'ir zulmga uchrayotgan Uyg'urlar bor ekan. Ba'zi Uyg'urlar har doim Xitoy tarafidan yo'q qilinish, o'ldirilish qo'rqinchi ichida yashab yotibdi. Bu jumlalarni tarjima qilayotganda minimum vahima besib oldi. Bu kitobning Sharq Turkiston masalasining Fransiyada tonilishida zo'r rol o'ynaganligini, Turkiyada muhim rol o'ynaydiganligiga ishonadiganligini bayon qilgan professor Mustafa Dash apandi mundoq dedi. Fransiya xalqi kishilik huquqiga hurmat qiladi. Bu kitob Fransiyada ko'p sotilgan kitob qatoriga kiribdi. Fransuzlarga o'xshashli Turkiyadagi Uyg'urlar boshda turk xalqining qiziqib ilib o'qiydiganligiga ishonaman va shundoq bo'lishini orzu qilaman. Gulbahor Xotivoji xonim haqidagi bu kitob Fransiyada nashrdan chiqishdan burun Fransiyada Uyg'urlar bilinmaydi. Lekin hozir fransuzlar bilib ketibdi. Shunga bu kitobning bundan keyin boshqa tillarga tarjima qilinishini umid qilaman. 2021 yili 13 yanvar kuni fransuz tilida nashr qilingan Xitoy lagerda hayot qolgan Gulbahor Xotivochining guvohligi nomli kitob Uyg'ur lager shoidi tarafidan yozilgan tunji kitob hisoblanadi. Buning oldida garchi Mehrgul Tursun, Gulbahor Jilolova qatorliqlarning guvohliklari karton romani va boshqa hikoya shaklida e'lon qilingan bo'lsa-mu, faqat lager o'qituvchisi qozoq shoid Sayragul Savutbayning guvohligi rasmiy kitob bo'lib nashrdan chiqqan birdan-bir kitob edi. Xitoy hukumati o'tgan 20 yildan buyon Uyg'urlarni bostirish harakati to'g'risidagi tanqidlarga qarata har vaqt o'zlarining qandoqdir terrorlikqa qarshi turayotganligini ta'kidlab o'zlarini oqlab kelgan edi. Amerikadagi o'qirmanlar ko'p bo'lgan matbuotlardan Diplomat gazetining 6-iyuldagi obzor maqolasida Xitoy hukumatining bu xildagi bayonlarga qattiq raddiya qaytarildi. Maqolada ko'rsatilishicha Xi Jinping 2014-yili Sharq Turkistonga ziyoratga borganda Xinjiang bizning terrorlikqa qarshi turishimizdagi oldingi urush sepimiz deb yo'l yo'riq bergan hamda buningga qilchim rahim qilmaslikni buyurgan. Darvaqa shuningdan keyin Sharq Turkistonda qilchim rahim qilmaslik siyosati to'liq amalga oshgan. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan buyongi 12 yil mobaynida umumiy kontrollik va lagerlar sistemasi to'liq amalga oshirilgan. Xitoy hukumati atalmish terrorlikqa qarshi turish nomida qo'zg'agan bostirishda aqalli diniy e'tiqod sistemasiga mansub barliq shay'iylar va madaniyat sohasidagi barliq Uyg'urlik omillari to'liq yo'qotilgan. Uyg'urlarning diniy e'tiqod muassasalari chiqib tashlangan. Uyg'urcha til va yoziq ma'ni qilingan. Qo'shmoq tuqqan bo'lish nomida millionlagan Xitoy kadrlar Uyg'urlarning uylariga o'rinlashib, ularni kuzatadigan tirik nazoratchilarga aylangan. Shunga Uyg'urlarning madaniyati va kimligini yo'qotishni maqsad qilganligi oshkora ma'lum bo'lib bu harakatlar orqali Xitoyning terrorlikqa qarshi turish haqida gap setish hamda har soni jiddiy o'ylantirishi lozim bo'layotgan masalalarning biri bo'lib qolmoqda ekan. Maqolada aytilishicha Xitoy hukumati hozirgacha o'zlarining Uyg'urlarni bostirishdek bu tadbirlarning to'g'ri bo'lganligini ikki jihatdan isbotlashga urinib kelmoqda ekan. Biri ular izchil o'tgan 4 yildan buyon Xinjiangda bir qitimli terrorlik voqealar yuz bermadi deyish orqali bir butun millatni bostirish siyosatini oqlab kelmoqda ekan. Yana biri bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq dunyoviy so'rinlarda Pokiston, Kuba degandek nomrod davlatlarning og'zidan Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish harakatini qo'llaydigan bayonotlarni e'lon qildirish orqali biz to'g'ri qilayotganligimiz uchun shuncha ko'p davlatlar bizni qo'llayotdi demoqda ekan. Obzorda mushu ahvollar umlashtirilib Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turish nomidagi bu xil jinoyatlari ularning haqiqiy maqsadini hargizmi yushirib qolmaydi deb ko'rsatilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qaytamliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.